Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Mirox. Bugungi video roligimizda biz Minecraft o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz va biz bugungi video roligimizda 100 kun survival qilib qolishimiz kerak, ya'ni yashab qolishimiz kerak bo'ladi. Bu bir nechta qismlarga bo'linadi. One block davomi esa keyinroq chiqadi va sizlardan uzr so'rayman. 4 kun yoki 5 kun ketma-ket video ola olmaganimga bunga ayrim bir sabablar paydo bo'ldi va hozir videoni boshlashimizdan oldin videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ha aytgancha bu kunda men tez kuchayishim juda ham qiyin, shuning uchun o'rtog'im menga обычный sandiq yig'ib bergan komplekt va unda 100 kun yashab qolsa bo'lar ekan o'sha narsalar bilan. Qani ko'ramiz hozir nima qilib bergan. Men hali o'zim kirib ko'rmadim. Mana jivaniyaga ham qo'yib qo'ygan ekan va hozir biz kirib olamiz va kirganimizdan keyin ko'rasizlar qani nimalar qo'ygan ekan qutini ichiga, mana sandiq ichiga. Men ham hayronman. Nimalar qo'ygan bo'lishi mumkin. Oldik, what the hell? Oy, junglda paydo qilibdi o'zi ham yoki boshqa joyga olib kelgan. Oy, mana yozildimi? Obuna bo'ling, 50 ta obunachiga oz qoldi. Mirox friend, Miroxning obunachisi 50 ta obunachiga ozgina qoldi debdi. Va normalniy komplekt. Faqat mana misli ishim no bo'ladi chidasa. Oy. Lekin bu hech qanaqa bloklar yo'q. Bu degani o'zim topishim kerak degani bloklarni. Tak, hozir bularni порядочный qo'yishimiz kerak. Bu yoqda va o'zimizga qalqon ovqatni olamiz. Ana o'zi vyjvaniyani boshladik. Birinchi bu vyjvaniyada daraxt chopiladi, lekin hozir men chiroyliroq daraxtlarni topishim kerak. Okey. Mana misol uchun mana bu daraxt. Bo'ldi, mana shuni chopamiz. Va biz vyjvaniya qilishni boshladik. Lekin o'rtog'imdan kutmadim, bunaqa zo'r narsalar bergani. Kamida bir yog'ochli kerkalab o'tishsa kerak yoki toshli o'tishsa kerak desam, yo normalniy. Va biz hozir o'zimizga yetarli darajada ko'p chopishimiz kerak, chunki biz uy qurishimiz kerak, hali qishloq topishimiz kerak va biza qishloq qidirishimiz hozircha kerak. Tak, mana bu konam bor ekan, konga kiraymi yoki kirmaymi? Yo'q, hozir menimcha kon uncha shart emas. Birinchi o'rinda qishloq topishimiz kerak. Bu atroflarda lekin qishloq bo'lish kerak. Qaranglar, spawn zo'r joy. Hozir qishloq topishga harakat qilamiz. Agar qishloq bo'lmasa ham hech qisi yo'q. Baribir shotda yashaymiz, uy qurib yuboramiz. Do'stlar, shuncha qidirganimizdan so'ng ham qishloq chiqmadi. Shuning uchun biz shuni shotda o'zida uy qurib yuborishga qaror qildik. Xullas, bolalar, korotcha qishloq chiqmadi. Shuncha qidirdim. Bo'lmadi. Undan ortiq qidirish odamni korotcha asabiga tegib ketadi. Bu 19 ta. Tak. Buni taxtaga aylantirib olamiz. Va o'zimizga cho'tki uy qurib olishimiz kerak. Hozir bu taxtalarni turib, okey, endi o'zimizga tosh kerak. Kamida 20 ta tosh kerak. Yo'g'i 20 ta bo'lsa 38 ta tosh kerak. Qani 38 ta qancha degan tashlaymiz. Let's go. Hozircha. Ota. Ba'zi joylarda qilamiz, bo'lsa mazaq qo'yiladi. Mana do'stlar, уже allaqachon oppa. Valla allaqachon уже 38 ta tosh qilib oldik va bizda hozirda bulardan 20 tasini qo'yib chiqamiz. Bu pechkaga bitta dona tosh yetmayapti. Yomon alamdi. Hozir biza bitta dona tosh topishimiz kerak bo'ladi.
Bo'ldi, mana qo'yat mana 9 ta tosh bo'ldi. Ana endi biz o'zimizga devordan yotib qo'yishdan oldin to'xlaveramiz. Qani 15 minut ichida qancha kun yashab qolalarkanmiz. Hozir buni tekshirib olamiz. Hozir endi kravatni olib mana devoramizga boshlaymiz. Okay, oldu. Instagramga sadro bolalarni ko'rib turgan edi va tomiga yetmay qoldi. Aniq edi yetmasligi. Shuning uchun oppa qilaman. Daraxt olib kelamiz, lekin bu yaqin atrofda bizni qidirayotgan daraxt shuning uchun u nariyoqqa olib kelamiz. O'rnimiz ham ochiq. Videoni ayrim bir joylar kesiladi, 15 minutda ko'proq kun yashashimiz uchun. Mana bolalar uyni ham bitirib oldik. Ana endi oppa bo'ldi mana. Endi birinchi jihozlar bor. Mana shularni birlashtirishimiz kerak. Endi sandiq qo'yamiz, sandiqni bu yoqqa. Pechkani. Okey. Endi bu yoqqa kravat qo'yamiz. Keyin kravatni o'tib qo'yganimizdan keyin pechkaga ishga ovqat qo'yamiz. Keyin bunda qo'yamiz. Bu ham sal-pal yorug' bo'lib turadi. Ungacha mana terini olib qo'yamiz. Bu ham kerak bo'lib qoladi. Ko'chat ekvoramiz. Eshik ham qachondir kerak bo'lib qoladi. Hozircha biz bujnik qazishimiz kerak. Yetmay qoldi, ozgina kerak bo'lib qoldi va shuning uchun biz hozir mana ekib qo'yib tosh qazishga ketdik. Biz qanchadir tosh qazganimizdan keyin videoni davom etiladi. Sizlarga bu rosa sekin o'tishi mumkin, lekin menga bu sekin o'tadi. Mana do'stlar, короче, qazib oldik, ancha toshni ham 64 ta qazib qo'yamiz. Endi yer bilan boramiz shu joyga va pechkani mana qo'yamiz. Jo'diga ovqatni olamiz. Endi bizga ko'mir kerak, ko'mir, ya'ni fakel. Shuning uchun daraxt topishimiz kerak va bizga temir ham topishimiz kerak. Hali daraxtni ham hozir ko'proq chopib kelaman. Uning uchun yana video keyin sizlarga tez menga sekin o'tadi. Qani ketdi. Va mana hozir bolalar ko'rib turganlaringizdek men konga ham tushdim mana. Va ikkita dona temir topdim. Hozirchalik lekin jodugar yurtda. Mana skelet va 4 ta ko'mir oldim. Menimcha bu hozirchalik menga yetadi. Hozir ichkarisiga hali zo'r kuchaymayapman. Shuning uchun keyinroq tushaman. Mamlamatda tushganli narsa bo'lmasa kerak, shuning uchun tushmagan yaxshi. Oy mana yana bitta tepa. Yana bitta temir. Va 4 ta temir bo'ldi. Wow, anta shaxta bor ekan bo'ldi. Lekin uyimni yo'qotib qo'ymasmikanman? Yo, nechun buni yo'qotib qo'ysam ham shaxta bo'lsa, demak bu shaxtaga qurib
olish kerak. Hoppa, 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 hoppa. Temirli ko'p ekan. Lekin olib ketib davay ertalab tushganda kelamiz hozir esa. Uyga borib qilaveramiz. Qon borligini balog'bek bo'ldi. Endi uyim kattaligi esimga tushdi bo'ldi-da. Naryo tarafda edi. Adashmasam. Tak, obunachilar hozir men uyimni topib olib keyin sizlarga videoga. Ana obunachilar, короче, men uyga ham yetib keldim va hozir endi qulimiz desam, mana bu yerda zombilar yuribdi. Va hozir men uyga fakkel yasamasam bo'lmaydi. Birinchi topdi. Tak. Mana bitta bombani qo'yamiz, buni bundoq qilib takimga cho'p qilib bo'ldi. Buni yoqib qo'yib fakkel yasaymiz. Bo'ldi. 16 ta fakkel tayyor. Do'stlar, ko'rib turganinglardek mana men uyimni qilib bo'ldim va yaxshigina vijvani qildik va ana komni ham topdim va komni yo'lini ham eslab qoldim. Juda uzoqda emas ekan. Va hozir men bu yerga kerakli narsalarimni qo'yib qo'yaman. Bitta temirni eritishim kerak va temirni eritib hozir o'zimga yangi kirka yasab qo'yaman. Bo'lmasa hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar. Video 20 minut bo'lib ketdi va buni kesishlari bilan 5 minut va 15 minutlik videoni YouTube'ga dushanba kuni, ya'ni hozir sizlarga premyera bo'lyapti, lekin men buni oddiy kuni, ya'ni yakshanba kuni olaman. O'zi yakshanba kuni video olinish kerak emas, chunki dam olish kuni bu kanal bo'yicha, lekin men 4 kundan beri video chiqarmayotganim uchun yakshanba kuni ham video olaman. Bo'lmasa hammalarga xayr, sog' salomat bo'linglar.